Futbolchilik faoliyatini yakunlab, yana maydonga qaytgan futbolchilar. Paul Scholes 37 yoshida nafaqaga chiqishga qaror qiladi va MUning murabbiylar shtabiga qo'shiladi. Biroq 2011-2012 yilgi mavsumning o'rtalarida jamoa yarim himoyada muammolarga duch keladi. Sir Alex Ferguson Scholesning jismoniy holati hali ham a'lo darajada ekanini payqab, uni yana futbolchi sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazishni taklif qiladi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Scholes taklifni qabul qiladi va ajoyib tarzda qaytadi. U 21 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol uradi. Ammo u bu bilan ham cheklanib qolmay, keyingi mavsumda ham davom etadi va Manchester Unitedga yana bir bor Premier Liga chempionligini qo'lga kiritishda yordam beradi. Uning jismoniy holati shu qadar yuqori bo'lganki, 2012-yilgi Yevro uchun Angliya terma jamoasiga olinmagani keng tanqid qilingan. Shunga qaramay, u o'z faoliyatini uzaytirmadi va 2013-yilda 39 yoshida butunlay nafaqaga chiqishga qaror qildi. Sizchi, faoliyatini yakunlab yana maydonga qaytgan qaysi futbolchilarni bilasiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.